Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, hurmatli obunachilar. Hozir biz sizga ajoyib bir fishkani ko'rsatib o'tmoqchimiz. Bu juda bir qisqa holatda o'zimizni tana vaznimizni bo'yimizga nisbatan me'yorda yoki yo'qligini ko'rsatib beradi. Bu aynan sog'liqni saqlash sohasi bo'yicha. Demak, tana vazni va og'irligi kalkulyatori degan xizmat orqali o'tsak, buni aniqlash imkoniyati mavjud ekan. Xizmat bepul amalga oshiriladi avtomatik tarzda va biror bir hujjat talab qilinmaydi. Bu yerda demak ikkita ustun bor, bo'y va og'irlik. O'zimizni bo'yimizni o'lchami va og'irlikni massamiz, og'irligimizni ko'rsatib o'tishimiz kerak bo'ladi va tekshirish tugmasini bosamiz. Shunda bizga muvaffaqiyatli saqlandi deydi. Bu aynan o'zimiz kabinetimiz orqali aynan shu ma'lumotlar o'zimizni kabinetimizda saqlanib bo'lib qoladi. Bu yerda demak bo'yimiz, og'irligimiz o'lchamiga nisbatan me'yordan yuqori 74 deb ko'rsatyapti qizil rangda va shuningdek tana va vazn normalari ko'rsatib o'tilgan. 169 sm, 170 sm bo'yimiz bo'ladigan bo'lsa, vazn me'yorlari necha kilogramm bo'lishi kerakligi ko'rsatib o'tilgan. Demak 50 kilogrammgacha bu bo'y o'lchamida nisbatan yetarli bo'lmagan vazn deb qaralyapti va 50 kilogrammdan to 67,5 kilogrammgacha bo'lgan araliqda vazn me'yorda bo'lar ekan, shu aynan shu santimetr o'lchamda. Shundan tashqari 67,5 kilogrammdan 82,5 kilogrammgacha bo'lgan araliqda vazn me'yordan yuqoriligini ko'rsatyapti. Shuningdek, demak o'sha sizning vazning og'irligi 82,5 dan 112 kilogrammgacha bo'ladigan bo'lsa, bu juda bir yuqori norma hisoblanar ekan. Qisqa fishkamiz mana shundan iborat edi. Videomiz, yo'riqnomamiz yoqqan bo'lsa, like bosing, qo'llab-quvvatlang va o'zaro tanishlarga ulashing. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.